Va, vashshi chiroyliman. Go'zallik timsoli. Vashshi ketaverganman. Qodir sen ketavermagansan. Menimcha chiroying sendan ketavergan. Do'stlar, mana shu YouTube kanalimizni o'zimizni shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chiroyingga non botirib yeymanda, chiroyingga non botirib yeymanda, chiroyingga non botirib yeymanda, chiroyingga non. Ha, buni boshqa so'zi yo'qmi? Ya bu chiroyingga zakasini aytirgan jimket. Chiroyingga non botirib yegungacha o'zingni bir ayiq-payiq yeb qo'ysa bo'lardi-da. Sanki şöyle havas bo'ladi. Hech, yaxshi. Yaxshi o'yin. Ay, krasavchik. Hayotingizda eng katta xatoga yo'l qo'ydingiz. Eshitlaring krasavchik dedi. Sendan ko'ra olasan dedi. O'shaga nadara sente belli. Azob beradigan darajada chiroyliman. Qodir haykal bo'lib qoldingmi? Anchadan beri bitta savol qiynayapti. Xuddi sen bizni qiynayotgandek. Shu oy chiroylimi yo men chiroyliroqmanmi? Ya bo'ldi qilindi, oshirib yubording, oyga tenglashtirma o'zing. Sen unaqa chiroyli bola emassan, tushun? Qani? Ha, yo, bo'li mening chiroyli bola ekansan, adashibman.